Karnival olib kelishdim qarang. Bu tomonga pоворot tashlaysiz, bu tomonga ko'rsatyapti. Bu tomonga tashlaysiz, bu tomon kamera ko'rsatyapti. Monitorda qarang. Konditsionerni uzatyapman qarang, elektronik ko'ryapsiz. Hamma yo'q avtomat korobka. Kia Karnival orqalari ham полностью kaptan sistemasi O'zbekistonga juda ham kam kelganidan bu 2022-yil endi koreyskiylarda bo'lar ekan kraskasi. Atak kartanskiy sidenalari zo'r holatda turibdi. Yurgani ham 130 ming. 130 ming yurgan tiniq holatda 360 gradus kamera, полный sensorli datchik. Bashi kartanskiy sidenalar bilan zo'r holatda. Havo tozalaydigan, klimat kontrol. Klimat kontroli bor ekan, havo tozalaydiganlari. 360 gradus kamera, полностью. Lyuki yo'q xolos, qolgan hamma yo'q. Morda 26 полностью. 2026 ni mordasi qo'yilgan. Pavarenkasi zo'r yonar ekan, pavorotni yaxshi yonyaptimi? Вообще zo'r chiqib qo'ygan ekan. Hop, qora Kia Karnival olib kelishdi. Mana, bu qarang pavorotligini. 26-yilda pavorot naqasi. Mordasi полный qo'yilgan. O'zi 22, lekin 26 morda qo'yilgan. Полный mashina 360 gradus kamera, palasi o'zdirjanya, cruise control, klimat kontrol, tonirovka ruxsatnoma, 130 ming yurgan. Kojani salon, hech qanaqa расход yo'q. Besключовой dostuplari hamma yo'g'i joyida. Xullas kalom hech qanaqa расход yo'q. Prosta olgan odam oladi, minadi deyapti. Narxi ham qiziqarli aytyapti, mana shu holatiga. 27 ming dollarga uka siz obunachilaringizni berib yuboraman deyapti. Gazi yo'q-da aka buni. Benzinda yuribdimi? Benzinda yuribdi. Bak bosib asli.